Kulağımız olsun. Böyle telefon. Ona bola qo'y sotiladi. Hisori qo'y. 6 tish. Egiz to'da. Bunisi o'g'il bola, bunisi qiz bola. Bunisi erkak. Assalomu alaykum arasha muxlislari. Svetli sog'liq sotuvga chiqdi. 6 tishda, qulog'i 19 plus, bo'yi 80 plus akalar. Juda svetli, yirik narsa. Bo'g'oziga 50 qo'chqor bilan yurgan, sal yelin solganga o'xshab qopti. Bu yog'i endi tavakkal 50 deb aytyapmiz, lekin o'ta suyaklari baquvvat, svetlari ham juda chiroyli narsa. Aka orqa tomonlarni ko'rsatib bering. Oblaga aylantirib qo'y. Aylantirib qo'ying aka. Mana orqa tomonlari juda yirik. Razrezlari bor. Oldini ham. Oldi to'shlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Juda yirik narsa. Bo'lib ham juda chiroyli, svetlari go'zal. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Birinchi klass o'ta svetli narsa. Oldini qarab bering aka. Kelam oldilarini bitta ko'rib qo'yinglar. Juda chiroyli narsa. Kallalarni ko'rsatib qo'yay. Svetli narsa. Sotuvga qo'y qilaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Mana to'shlari. Ichini ham ko'rsatib qo'yaylik iloji bo'lsa. 6 tish akalar. 6 ta. Yosh narsa hali. Korpuslari lekin juda go'zal. Kalla formalar. Yana bitta orqasini ko'rsatib qo'ying lekin. Oyoq stoykalari ham qalindi. Mana orqa tomonlar ochiq, qo'chqor qiylanmaydi. Keng narsa. Aloqaga chiqa olasizlar akalar. Garbonasiga quloqlar hamma joyda. Uzun qo'zi tushgan. Buni onasi. Qo'chqor bolasi. Ana bo'g'oz sog'liqlari holati.
Ular hali tug'magan. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Xudo xolisa O'zbekiston koordinatori, Farg'ona viloyat koordinatorlari bugun qo'ramizga kelishgan. Jiraffa o'g'li Benediktga ko'rgani va qo'ylarni ko'rgani. Jasur aka, Xotamjon aka, Ularbek. Qo'y qanaqa ekan aka? O'zingizlarni beringlar. Bunisi ham idealmi? Ideal aka. Kalla formasi. Bizda bo'lmagandan keyin bunaqa qo'chqar ideal bo'ladi-da. Kalla forma, quloq joylashuvi. Qulog'i necha chiqdi Jasur aka? 23 pilis chiqdi. 23 pilis. Qo'chqor juda ham ideal. Bochka Liniyasi ham shu Nasorok liniya. Nasorok liniya bu. Juda ham haligi Qirg'izistonda, Qozog'istonda, O'zbekistonda bir eng yo'g'on liniya. Eng kassak qalin. Rossiyaga qalin liniya mana hozir. Kallasi ham mashina. Videoda qanday ko'rinyapti bilmayman, lekin bizga yonida turibmiz. 4 tushga juda ham bir pilis qo'chqor, juda ham yo'g'on. Mashalloh barakasini bersin. O'zidan yaxshi nasllar qoldirsin. Mana shu qo'zi qo'chqorimiz sotiladi. 7,5-8 oylik atrofida. Mana zotga uruqqa deganlarga o'ta svetli narsa mana. Dummalari ham o'ta chiroyli odam mana. Mana garbanos. Dummalari o'ta go'zal. Chotlarining kengliklari. Ana qo'yga qo'shaman, uruqqa degan aka-ukalarimizga Xudo xolasa tavsiya qilaveramiz. Mana garbanos, svet. Nomerlarimizni qoldiramiz. Narxlarini telefon orqali kelishaveramiz, aloqaga chiqib ko'rasiz. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Assalomu alaykum akalar. Bitta kashtan, bitta sariq bo'g'oz qo'ylarimiz sotuvda. Endi bo'g'ozni 100% garantiya qilib olmaylik, sababi hamma umid bilan oladi-da. Qo'chqor yurgan. Mana qo'chqorlar o'zimizdan, mana qo'chqorlar yurgan-chida. Endi hali baribir nima-yu 100% bo'g'oz borolmaymiz. Может qochmay qolgan bo'lsa, ertaga ayb berib bo'lmaylik. Tanajon sog'. Monosi birinchisiga tug'adi, monosi ikkinchisiga. Monosi 3 yosh. Kashtanimiz monosi 4 yosh. Pullarini yengil qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sog'lomliklari sog'lom. Mana bu kashtanimiz toza simjun. Monimiz sariq Qirg'izistonda qo'yib. Mana svetlik. Mana kashtanimiz ham junlarini olmaysizlar, xudo xolasa o'zi to'kilaveradi. Qo'y baqqallar tushunadi mana. Toza simjun. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Eng muhimi yoshi. Borib ko'rib olamiz ustida deydiganlar bo'lsa, bemalol kelib, ko'rib, tishlarini ko'rib, yoshlarini, e'tiborini ko'rib olinaveradi. Sog' bo'lasizlar, rahmat.
Akalar quloqqa ishlayman degan aka-ukalar bo'lsa, qo'zi qo'chqorcha kayla do'londan chiqqan, ona tomoni alatuv bo'lib qoladi. Quloq 22, garbanosli. Quloq shirinasi ham yaxshi, joylashuvi ham yaxshi, uzunligi ham quloqlari 22. Bo'ylari 80 plus. 80 plus 80. Bo'ylari 80 plus. Yosh hali qo'zi qo'chqorcha. Uzoqyapti. Orqa tomonlari Aziz ochildi. 2. Bir marta seleksiyada ishlab chiqqan narsa, seleksiyadan chiqqan bu. Qo'chqor olib kirib qolgan. Quloqlari zo'r, quloq tushiraman degan aka-ukalar ishlasanglar bo'laveradi. Akalar, navbatdagi qo'chqor Cherokee Primoy nabirasi bo'lib qoladi. Kalla formalariga bitta baho berib qo'yasizlar. Quloq joylashuvlari, garbanoslari yaxshi. 4 tushga o'tdi bu. 4 tushga yangi buzdi. Dumba razrezlari zo'r. Metrda oling aka orqadagi. Hozir bo'ylariga bitta tashlab qo'yamiz. Mana. Bo'ylari akalar, mana Juni bilan metrda. to'g'ri olsak metrda, 1 metr. Orqa tomonlarni dumba razrezlari dakansi akalar. Razrez oxirigacha. Uzun narsa. Shirokiga Primoy nabira bo'lib qolyapti. Oldini ham ko'rsatib bering aka. Olib tashladim. Chat oralari keng. Mavsum boshlandi akalar. Qo'chqor istayotgan aka-ukalarga tashlab qo'yasizlar. Yaxshi qo'chqor. Sotiladi akalar. Pullari ham yengil.